Adı обратный klapan bo'ldi. Uyingizdagi vodonagrevatorga обратный klapan o'rnatganmisiz? Suv isitgich sotib olganingizda sotuvchi tomonidan komplektida qo'shib beriladigan detal hisoblanadi. Lekin buni ko'pchilik o'rnatmaydi. Bugun sizlar bilan обратный klapanning vazifasi haqida gaplashamiz. Обратный klapan vodonagrevatorni sovuq suv girish qismina o'rnatiladi. Vazifasi ichine girgan suv mabodo sistemada davleniya tushib ketsa yoki umuman sovuq suv to'xtab qolsa, girgan suv orqaga qaytib ketmaslik vazifasini bajaradi. Ya'ni bunda girish va chiqish yo'q. Ichindagi suv orqaga yetib qolsa nima bo'ladi? Agar teningizni ishlatib turgan bo'lsa, suv orqaga yetib qoladigan bo'lsa, teningiz kuyadi, yangi ten sotib olishga majbur bo'lasiz. Обратный klapanni yana ikkinchi nomi bor, ya'ni взрывной klapan deyishadi. Nechun deydilar? Mabodo siz vodonagrevatordan oldin nasos qo'ygan bo'lsangiz, katta davleniyada suv keladigan bo'lsa, bakni yorib berish ehtimoli bor. Shuni oldini olish uchun mana bu joyidan ortiqcha davleniyani chiqarib yuboradi va bakni защита etadi. Undan tashqari, sovuq suv qizgandan keyin 75-50 gradusga chiqqandan keyin fizik holat bo'yicha kengayadi. Kengagandan keyin ortiqcha suv va ispareniya ham xuddi shu joydan взрывной klapan vazifasini bajarib, ortiqcha suvni chiqarib beradi. Vodonagrevatorningizni umri uzoq va sizga uzoq muddat xizmat ko'rsatishini xohlasangiz, komplektida chiqmasa ham обратный klapanni sotib olib bo'lsa ham обязательно o'rnating.